Assalomu alaykum. BMW avtomobilimiz 5-seriya 6-avlod 520D. Mashinamiz 2013-yil. Dizel motor. 185 ming kilometr yuribdi. Mashinaning avariyasi yo'q. O'ng tomondagi eshiklar almashgan xolos. Tiniq holatda turibdi. Texnik holati klass. Yo'q joylari yo'q motorda. Salon holatlari mana. Elektronli sidina. Hamma narsasi bor mashinada. BMWni minadiganlar o'zi juda yaxshi biladi. Ta'riflash shart emas. Lyuki bor. Mashinamiz dizel. Narxi 7 million bor. Orqasi ham mana top-toza turibdi. BMWni muxlislari qanday ketdi endi? Like bosamiz endi. 7 million won 5-seriya 6-avlod 520D. Bez avariya. Ikkala eshik almashgan. Xolos. Mashina tiniq.